tayyor. Siz o'raymi? Yo'q, chatomas. Mana qara, shu paytda ishxonamga chaqirishyapti. Ishxonaga? Axir bugun dam olish kuningiz-ku? Bilaman, endi xo'jayin chaqirsa nima deysan? O'tgan hafta ham yakshanba kuni ketgandingiz ishga deb. Mayli, chaqirgandan keyin boraman demay qara. Ovqatingni yeb qo'yib, obetingga bu narsa jo'natib yuboraman ko'chadan. Rahmat, keragi yo'q. Alo, opa. Gapingiz to'g'riga o'xshaydi. Hozir chiqib ketdilar. Cho'ntaklariga GPS solib qo'yganman. Bo'pti, keyinroq gaplashamiz. Telefon qilmay turing, xo'pmi? Hozir men ularni qayerga borganlarini bilib, aniqlab, sharmandasini chiqarmasammi, otimni boshqa qo'yaman. Nazarbekning mostidan Uchtepa tomonga qarab ketyaptilarmi? Ha, yaramas. Mana to'xtadilar. 5 qayrag'och. Ro'parasida bajarka ham bor ekan. Shu tammikina topganlari. Hozir borib, kuningizni ko'rsataman. Dushat kabobmi? Shu tamkinlari. Shashi yoqdimi aka? Gap yo'q ekan, men qo'lingizdan qilmanda zo'r chiqdi. Men shashidan tayyor bo'lib qoldimmi? Bo'lib qoldim. Yo'q. Uyimga dastlabki jo'natib olay deyman-da. Xotinim bechara uyda oddiy ovqat yeb, men bu yerda shashlikmidi, somsamidi yeb yursam, endi xush kelmaydi. O'shaning uchun qattiq o'tirsam, nima yesam, albatta shu xotinimga, oilamga olib boraman-da. Ko'rinishingizdan tuput odaningiz bilinib turibdi-ku. Bu bechara menga ishonmaydi bo'lmasa, yana bor, bu ishonmaydi. Ayollar shunaqa bo'ladi, ishonmaydi o'z eriga. Ya. Nima qilursan sen bu yerda? Kechiring. Nimaga? Bilmasdan cho'ntagingizga GPS solib qo'ydim. Sizni xiyonat qilyapsiz deb o'ylabman. Lekin adashgan ekanman. Shundan topgandingmi hozir? Qaysi cho'ntagingni solib qo'ygansan? Men bu cho'ntagingizga dasturxon orasiga qo'yib qo'ygandim. Lobster qo'yganmisan? Bunaqa narsalarni qilmang, voy, biroq sharmanda. Nima kerak bor buni? Bu tashavvur bunaqa narsalarni. Bunaqa gunoh qilmagin mendan. To'g'ri yuraman, men ishga boraman, kelaman. O'z ba'zida kech qolib ketaman. Mana bu ol. Rahmat. Yaxshi yetib olgan. Mayli, adasi, xo'p. Yaxshi boring aka. Bo'ldi, soat 12:00da kelsam kerak. Yaxshi keling, xo'p. Bo'pti, xo'p. Xo'p. Hala, taksiga o'tirib ketdi-yu. Yaxshi. Alo. Lyuba, yaxshimisan? To'g'ri aytgan ekansan. Rosa bu cho'tingga hali GPS solib qo'yibdi. Qattiq yurganim o'shaning uchun tutib olgan ekanda. Bo'ldi, GPSni siltab tashladik, tashlab oldik. Bugun Toboga ketib bemalol, kechqurun aylanib kelsak bo'ladi. Voy, bismillah. Keyin adashmagan ekanlar. Bugun siznikiman.